Şərq Türkistanның faciəsini, Uyğurlar duçar bolğan asaret və zulümның səbəblərini izləyən vaxtımızda, umumən 18-ci əsrinin o'ttirisida başlanğan Xitay Manju istilası, Yaqub Xan Bədövlət tərəfindən qurulğan Qashqariya dövləti, 1863-ci və 1878-ci illər arasındakı İngilis oyunları, 1933-cü yılı Qashqarda qurulğan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti və 1944-cü yılı İlida qurulğan Şərq Türkistan Cumhuriyetini ağdırış və Xitay-Rus həmkarlığı. Bunun nəticəsində 1949-cu ildən beri davam qılıb kelyatqan Qızıl Xitay hakimiyyəti qatarlıq səbəblərini qatar tizib çıxımız. Amma bu sanab çıxanlarımız bugünkü əhvalını meydana keltirib çıxarğan taşqi amillardır. Davamlıq bunlarını tilg'i elish bilan qanoatlanish faqatli tariximizni, o'tmishimizni əsləş və cho'nqur urib, faqat bo'lmasa düşmanlarimizni tillab qo'yish və shikoyat qilib qo'yishga yaraydi. Bizning maqsadimiz nima? Bishimizga kelgan baloyi ofatlarning mas'uliyatini boshqalarga ortib qo'yib, puxadan chiqishi tilib olishmi yoki dushmanga taqobil turib, ozodlik ko'rishida g'alaba qilishmi? Agar Şərq Türkistanның keləcəyi və Uyğurlar üçün bir nicatlik yolu izləydigan bolsaq, aldı bilan o'tmishimizni muhokama qilishimiz, bugungi falokatga zimin tayyorlagan ishki omillarni qizib chiqarishimiz, sabablarni aniqlab, uningga qarta chora tadbir qilishimiz, ya'ni haqiqiy nijotlik uchun to'g'ri yo'lni tepishimiz kerak. Aldı bilan shuni muayyanlashtirishimiz kerakki, biz vatanimiz Şərq Türkistonni Xitoyga tatqizib qo'ydik. Qandaq tatqizib qo'yganligimizni biz tövəndəki savollarning javobini izlash orqali tushunib yetalaymiz. Tarixda katta davlatlar qurgan, insoniyatdagi qabila hayoti yashayotganda davlat tajribalarini jamlab davlat idora qilishning kitobini, ya'ni Qutatqu bilikni yozgan bir ajdodning navrlari bugun qandaq bo'lib o'z tuproqlari bo'lgan Şərq Türkistonda davlatsiz, osmonda bayroqsiz, masjidlari azonsiz, buyunturuq ostida izilib, pukilgan bir xalq holatiga tushib qoldi. 11-asrda arablarga turkcha o'rgatish, insoniyatga tilshunoslikni o'rgatishni o'ddiga olg'idek g'oyaga ega. Şu davrlarda dünya xaritasini jumbuloq sizg'idek bilim, ma'rifat egisi, insoniyatga kiyim-kechaklarini dazmol silib kiyishni o'rgatgidek madaniyatlik bir ajdodning navrlari bo'lgan Uyg'urlar bugun qandoq bo'lib o'zining dardini to'g'ri tushuntirishdan yo'qsin, muhokama qilish, anqirash qobiliyatini yo'qotgan, har turli ma'naviy aldanishga, qaymoqtirilishga va qo'llanishga moyil bir xalqqa aylanib qoldi. Şərq Türkistan zemini tarixiy Ipak yo'lining asosli o'tish yo'li bo'lib, u davrlarda xalqarалық tijoratchilarning, sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Uyg'urlarning dunyoning eng uzoq joylaridanmi xabari bo'lib turadi. Karvan saroylar insonlarning eng burunqi mehmonxona madaniyatini tashkil qiladi. 15-asrdan keyin Ipak yo'lining quruqliqdan dengizga ko'chib ketishi, yer yuzida dengizga eng uzoq rayon bo'lgan Şərq Türkistanning tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatining aziyib ketishiga, bu shaklda yangiliklardan, taraqqiyotlardan xabarsiz qilib, bargan siri ishchiga qamilib qolgan bir jamiyatga aylanib qilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ma'lum bo'lgandek, Şərq Türkistan zemini Qarixonilar davlati, İduqut Uyg'ur davlatidan keyin erkinligini poytaxti Yarkent bo'lgan Saidiya xonligi davlati bilan davom qilgan. Saidiya xonligi davridagi umumiy ahvolni Tavarixi Musqiyun, ya'ni Muzikchilar tarixi nomli asardagi xotirlardan ko'rmoqdamiz. Asarda shundoq bir bo'lim bor. Muzikaning 13-piri Qidirxon Yarkandidir. Bu azizdek bu panda mahorat ko'rsatgan ustoz ozdir. Bu aziz ko'pincha Amir Nizomiddin Alshir Navoiy hazratlarining g'azaliyatlaridan aytar edi. Olamga buning kabi xush ovoz kishi kelmagandir. Iroqdan, Tabrizdan, Xorazm, Samarqand, Andijon, Istanbul, Kashmir, Bali,
Shiraz qatarlıq uzaq şəhərlərdən musiqi öyrənishə gələn şagirdləri var idi. Ravaqni, Xushtarni bu aziz kəşf qildi, ham shoir idi. Yani 16-cı əsrdəki Yarkentga İstanbul qatarlıq dünyanın hər qaysı joylaridan musiqi öyrənish üçün tələbələrinin keldiganligini görüyatımız. Xuddi bugun inglizcha öyrənish üçün dünyanın hər qaysı joylaridan o'quvchilar Londonga beriyotgandek, o davrda san'at, musiqa öyrənish üçün dünyanın hər qaysı joylaridan o'quvchilar Yarkentga bordi ekan. Demek ki 16. asırda Şərq Türkistan dünyanın medeniyet merkezi. O devirde Melike Amanisa Xan ve Ustaz Kıdırxan Yarkendi tarafından ulu silingan, tertiplengen Uyghur 12 muqamı, Uyghur Türk medeniyet tarixinin Türkiye Tillar Divanı ve Putatqu bilik bilen bir qatarda turduğan mühim medeniyet mirası buluş bilen birge. Günümüzde Uygurlarning UNESCO tarafından qabul qilingan eng qimmatli milliy madaniyat miroslaridan biri bo'lmoqda. 20. asrning boshlariga kelganda Sharq Turkiston zaminida jaholatning hokim bo'lganligi, xalqimizning asorat ostida izilishi yana bir tarixiy asarda ko'rilmoqda. 1914-yili İstanbul Validi Sultan maktabining yosh o'qituvchisi Ahmet Kamal Osmanlı Dövletining Ichki ishlari ministri Talat Pashaning buyrug'iga binoan hajdan qaytib İstanbuldan o'tgan Sharq Turkistonlik hojilarning ichiga aralashib Qashqarga borgan. Ahmet Kamal Ilqulning Sharq Turkiston va Xitoy safari 1914-yili 2 ayning 16 kunidan 1920-yili 6 ayning 18 kunigacha 6 yil 4 oy davom qilgan. Bu kişi səfərdən keyin qalamga alğan Türkistan və Çin yollarında unutulmagan xatirlər degan kitabida Sharq Turkistonning umumi ahvolini mundaq tasvirlagan. Mayli o'lima, damolla va yoki yurtdagi boylar deb atilib olgan zotlar bo'lsin, bu madraslarga zamoniga loyiq bir shakl berish jihatda ko'ngil bo'lmaganligi uchun mutassib guruhlarning ko'payishiga, jaholatning yeyilishiga sabab bo'lgan bo'lib, bu büyük Türk diyarını ve xalqini bu pervasızlıq g'aflatga patturgan ve palash qilib qo'ygan ishkan. Bir vaqtlarda İstanbul ve başka qo'shni shaharlardan o'quvchilarni jalb qilgan madaniyat markazi bo'lgan Sharq Turkiston 250 yildan keyin İstanbuldan kelgan o'qituvchining ichini qaratqidek darajada jaholat girdoviga g'arq bo'lgan ishkan. Medeniyettin cehaletke ve keyin esaretke sozulgan bu devir Sharq Turkiston tarixinin en karangulik devri bulup Xo'jalar devri deb atalmoqda. Xo'jalarning haqiqiy kuchga ega bo'lgan davri 16 asrning oxiri va 17 asrning boshlariga to'g'ri keldi. Sharq Turkistonda jaholatning va hozirgacha davom qilayotgan asoratning urg'ini tergan xalq orasida Appoq Xo'ja deb tanilgan Hidoyatullo bu xo'jalarning eng muhim o'rnikidir. Hidoyatullo Farg'onada dunyoga kelgan bo'lib, dadisi bilan birlikda Saidiya xonligiga Abdulla xon davrida kelgan. Yarkent xonligiga uningdan burun kelgan xo'jalar bilan orasida xonga yaqin bo'lish, saroyga put so'qish, texmi aniq aytganda iqtidorga o'rtaq bo'lish jidali boshlangan. Hidoyatullo 1677-yili Saidiya xonligining oxirgi xoni Ismoil xon tarafidan qo'g'langan. Keyin Kashmir yo'li bilan Tibetga berib, buddistlar 5-lamadan askariy yordam talab qilgan. Lama bu talabni qabul qilib, o'zining o'quvchisi bo'lgan qalmoqlarning xoni G'aldanga xat yozib, bu talabning o'rinlashini so'raydi. Bu fursatni g'animat bilgan G'aldan beshida Appoq Xo'ja va komitanlari bilan 12 ming kishilik qalmoq qo'shinini Yarkentga avatdi. Bu chaq Jungar xonligining kuchlik bo'lgan davri bo'lib, Ismoil xonning askariy kuchi bu urushni qazanishga yetmay qoldi. Shunda qilib Appoq Xo'ja butparast qalmoqlarning yordami bilan Yarkent xonligini og'dirib, 6 shaharning xoni bo'ldi.
Texmi muhimi xalqqa o'zini Sayyid ya'ni Muhammad payg'ambarning nasldan kelgan deb tunutib, xalqning diniy hissiyotini o'zining shaxsiy obrazini mustahkamlash uchun qo'llandi. Xalqimiz bo'lsa, payg'ambarimiz Arabistonda dunyoga kelgan. Payg'ambarimizning nasli bek uzun surmagan. Payg'ambarning vafotidan 1000 yil o'tgandan keyin uning ustiga Farg'onada tug'ilgan bir kishi qandoq bo'lib payg'ambarimizning naslidan keladi deb so'rash aqliga kelmay uningga cho'qingan. Appaxo'ja Hidoyatulloh hokimiyatni qo'lga olgandan keyin birinchi ishi ziyolilar, san'atkorlardan boshlab butun e'tirozchilarni qilishdan o'tkazgan. Malika Amanniso xon va boshqa musiqashunoslarning san'at asarlarini ma'ni qilgan. Shariatga xilof deb o'tqa tashlab ko'ydirgan. Yana bir tarafdan qalmoqlarga berilgan va'da bo'yicha har yili 3,5 tonna kumush boj to'langan bo'lib, bu har oila kirimining 55%ga to'g'ri kelgan. Bu ahvol Appaxo'ja o'lgandan keyin davom qilgan. Uyg'urlar ham moddiy ham ma'naviy jihatdan zo'valliqqa yuz tutgan. Bu vaziyatni fursat bilgan Qing Manchu xonligi 1755-yilda ham qalmoqlar ham g'ojilarning ustiga askar avatib 1757-yili Sharq Turkistonga bo'lgan birinchi istilosini tamomlagan. Sharq Turkistonda yilmi davom qilayotgan asorat davri mana mushu Appaxo'ja ismi bilan boshlangan. Texmi kulkilik bo'lg'ini farscha olam ma'nosidagi afaq kalimasi bilan g'o'ji kalimasi birlashganda olamning g'o'jisi ma'nosiga keladi. Lekin Uyg'urcha appaq deb talaffuz qilingan bo'lib, Uyg'urlar bek oq ma'nosida appaq deb anqirib olgan. Shuning bilan qora baxtning sababchisi bo'lgan bu kishiga Appaxo'ja deb cho'qingan. Buningga o'xshash o'rnaklardan ko'rvag'ili bo'ladiki, Uyg'urlar burmulangan diniy iqimlarga agishib, o'sak fatvochilarga cho'qinib, islomning haqiqiy ro'yidan va milliy qimmatlaridan uzoqlashgan sari jaholat patqoqlariga patqanligi ochiq bir savoq bo'lib oldimizga chiqmoqda. Uzun muddat davom qilgan asorat va jaholat Uyg'urlardagi ijtimoiy mas'uliyatchanlik ro'yini ojizlatgan. Samimiyat va o'zaro ishonch ufqumini xunuklaştirgan. Mustaqilligini yo'qotib qo'ygan Uyg'urlar bargan siri hokimiyatga qarshi pasib tirkishish usuli shaklida mening nemkorim degan yo'lni tanlagan. To'yga ko'rdingmi, yo'q deb bishini ishchiga tiqib olib, atrofiga diqqat qilmaydigan, hech bir ish bilan kori bo'lmaydiganga odatlangan. Mening o'zimning hukumatim emasqo deb qarab, jamiyatga qarshi mas'uliyatchanlikni keraksiz deb qarashga ko'nib ketgan. O'zlarini boshquradiganlarga itoat qilmaslik, yo'l yo'riqlarni o'rindamaslik, o'tkaldan aplab-saplab o'tib olish, bahona tepish, ya'ni yolg'on gap qilish usulini qo'llangan. Angliq bir jamiyat uchun elib aytganda bu xil usullar ishg'olchi dushmanga qarshi o'zini qo'g'dash va hatto ko'rash qilish mexanizmini vujudga chiqarishi mumkin edi. Ammo Uyg'urlarda asorat bilan jaholat irmash-chirmash bo'lib birlikda davom qilganligi uchun bu usullar xato anqirilgan bo'lib, samimiyatsizlik, mas'uliyatsizlik, osonla yolg'on gap qilish Uyg'urlarning o'z-o'ziga ziyon beradigan ijtimoiy illatga aylanib qolgan. G'o'jilarning qilmishlariga qarab hech kimga ishonmaydigan bo'lgan. Uyg'urlar o'z oldiga qobiliyatlik bo'lsa-mu, kollektiv harakat qilish ro'yi va qobiliyati ojizlab ketgan. Uyg'ur jamiyatida qahramonlarning yolg'iz qilishi, qo'zg'alonlarning avom xalqqa yeyilmasligi, hatto shiqitim qurilgan jumhuriyatning keng ko'lamda butun xalqning jon fidolik bilan qo'g'dishiga erishalmaganligi yuqoridagi ijtimoiy illatlarning ta'siridan bo'lgan deyishga bo'ladi. Bu illatlar bugun Uyg'urlarning o'zaro gumonxo'rlik holatida yashashiga, ittifoqsizligiga, bo'linib param-parcha bo'lishiga, do'stlarining ko'nglidan tushishiga, dushmanlarining ko'zida kichiklab masxara qilinishiga va xo'rlanishiga sabab bo'lmoqda.
Undaqda buningdan qutulish uchun nima qilish kerak? İzdinish programmamizning 2-chi sonida bu masalalar ustida to'xtalamiz.